Do'stlar, YouTube'da oyiga 40 ming dollargacha, 40 ming plus dollargacha ishlayotgan zo'r yo'nalish topdim. Videoni oxirigacha ko'ringlar, juda foydali bo'ladi. Do'stlar, qay yo'nalishda, ya'ni sun'iy intellekt yo'nalishida bitta zo'r yo'nalish topdim. Bu yo'nalishda ko'rishlaring mumkin. Frozen Tones yo'nalishi. Sun'iy intellekt orqali mana 20 minut, 19, 16 minut shunaqa videolar tayyorlagan holatda oyiga 40 ming plus dollar ishlagan, hozirda ham ishlab kelmoqda. Obunachilar sonini ko'rishlaring mumkin, 100 mingga yaqin, atigi 76 ta video bilan. Do'stlar, bu videolar yasalishi ozgina murakkabroq, ozgina qiyinroq bo'lishiga qaramasdan, lekin prosmotrlari buni olib kelayotgan puli o'zini 100% va undan ko'p qoplaydi. Bir 10x, 100x qoplaydigan narsa. Ya'ni ozgina sarmoya kiritasiz, sun'iy intellektlarni sotib olasiz. Misol uchun ChatGPTni o'sha yaxshi prompt berish uchun ChatGPTni Prosini olish kerak. Keyin buni yaxshi rasm generatsiya qilish uchun, misol uchun hozir yangi chiqqan Hexfieldni o'zini bitta sotib oladigan bo'lsalaring, manimcha oyligi 1 yillik sotib olsalaring, polning rasm generatsiyasi, polning ichida rasm generatsiya, video generatsiyasi hammasi ichida bo'lib ketgan. Uni 1 yilligini agar bittada sotib olsalaring, menimcha bir 300 dollarga bormaydi. 200 qancha ming, qancha dollar edi. 1 yil bemalol maza qilib ishlatsalaring bo'ladi. Rasm generatsiyasi umuman tekin. Video generatsiyasiga har oyda qanchadir kredit beradi, bemalol sizga yetib ortadi. Yoki misol uchun qiling ayni Midjourney'da rasm, qiling ayni video uchun olsalaring ham bo'laveradi. Misol uchun do'stlar, mana ko'rishlaring mumkin, 1 oy oldin qo'ygan videosi 8 million 800 ming prosmotr olgan. 2 oy oldin qo'ygan videosi mana 5 million, 2 million, 2 million ko'rishlaring mumkin. 1 million 800, 1 million 400, 1 million, 1 million millionlab prosmotr olib kelmoqda. Buni eng eski videolarga o'tadigan bo'lsangiz, 5 oy oldin boshlagan. Demak, 5 oy oldin video qo'yishni boshladi. Bu juda har kuni ham video qo'ya olmaydi. Misol uchun 5 oyda deylik 30 kundan 150 kun bo'ladigan bo'lsa, 2 kunda bir, 3 kunda bir video qo'ygan, 76 ta video qo'yibdi. 2 kunda birga to'g'ri keladi. Ya'ni to'g'ri hafta oldin qo'ymagan. Uni ham bitta sxemasi bor bu yo'nalishlarda ham. Misol uchun bitta kanalda aktivni ko'tarib ishlab olgandan keyin salgina to'xtab qoladi, salgina video qo'ymay turishadi, keyin yana davom ettirib ketishadi. Shunaqa sistemali bu yo'nalishlar. Ya'ni bu kattalar nishasi, sun'iy intellekt bo'yicha kattalar nishasi. Do'stlar, shunaqa yo'nalishlar bo'yicha sun'iy intellekt yo'nalishlari, do'stlar, mana ko'rishlaringiz mumkin, mana birinchi tayyorlagan videosi. Ko'rishlaringiz mumkin, mana bitta video olgan, bitta rasmni mana nima qilgan, generatsiya qilgan va uni video generatsiya qilgan. Endi juda ko'p rasm qilib, juda ko'p ishlagan. Misol uchun 8 minutlik videoni qilish uchun, misol uchun 8 sekunddan qiladigan bo'lsa ham, 8 sekund juda ko'p, 10 sekund qiladi. 10 sekunddan qilsa ham 1 minutda 6 ta video bo'ladi. Demak, 8 minutda. Demak, 6 kar 8 48 ta rasm generatsiya qilib, 48 ta video generatsiya qilgan. Mana aynan bitta video uchun. Lekin natijasi ajoyib bo'ldi. Bu videoda ma'no bor, mantiq bor. Ya'ni videoni boshlanishi hamda oxiri bor bo'lgan video. Ya'ni nimadir oladi bundan odamlar. Mana misol uchun deylik, mana uylarni ko'rsatyapti. Choy ichyapti. Burini ko'rsatyapti. 100% sun'iy intellektga qilingan video. Bitta qishloq, bitta mahalla qahraton qishda tasvirlangan. Misol uchun hozir bahor kirib keldi. Misol uchun biz bahorda tasvirlab shunaqa qilsak bo'ladi. Bahor nimalarida xuddi shunaqa videolar olsak bo'ladi. Keyin shu mavsum oralig'ida ketaveradi. Misol uchun bahorda qilamiz, keyin yoz keladi, yozda, keyin kuzda, keyin qishda yana shunaqa aylanib ketaveradi. Bu yo'nalish eskirmaydi, bu yo'nalish trenddan qolmaydi, bu yo'nalish постоянно o'z auditoriyasiga ega bo'lgan yo'nalish. Sababi bu kattalar nishasi va kattalar doimiy sizni kuzatuvchingiz bo'ladi va juda ko'p auditoriya yig'ib kelaveradi. Mushuk uxlayotgani, xuddi shunaqa videolar qilib oyiga 40 ming plus dollar ishlayotgan kanal. Buni misol uchun qaranglar, bu oldin shunaqa video qo'ygan, hozirgi paytdagi bitta nimasi
videolarini bitta ma'no mantig'i nima? Bitta yoshi katta ayol kishi bo'ladi. Menimcha bu katta ehtimol bilan qozog'istonlik akamizni kanali bo'lsa kerak. Bitta ayol kishi bo'ladi. U ayol kishi har xil uy hayvoni, u har xil yovvoyi hayvonlar bor. Misol uchun mana ko'rishlarim mumkin. Kiyik, keyin tulki, misol uchun mana bo'ri, har xil mana ayiqlar, shunaqa mana yo'lbars, qolgan ana ot. Shunaqa hayvonlarni qishda bir kasal bo'lib qoladi yoki bolasi kasal bo'lib qoladi, nimadir bo'ladi, ularga yordam beradi va yordam berganini hisobiga u keyin yana bu ayol kishiga yordam beradi. Shunaqa qiziqarli bitta multfilmga o'xshagan, bitta kinoga o'xshagan serialli qilib chiqaradi. Misol uchun birinchi qismida bunisini, ikkinchi qismida bu hayvonni, u hayvonni shunaqa qilib ideyalar qilib ketaveradi. Misol uchun ko'rishlari mumkin -71 daraja sovuqda shunaqa hayvon kasal bo'lib qolgan, unga yordam bergan, eshikni ochgan, bir nima qilib yordam berib, shunaqa ma'noda videolar tayyorlagan. Ko'rishlaring mumkin, shu bitta qahramonni o'ziga bitta qahramon sifatida olib olgan. Ya'ni nima? Bitta o'sha yoshi katta bitta ayol kishi, yoshi kattaroq buvi sifatida o'sha buvi 75 yoshli deb mana yozib ham qo'ygan. 71 daraja sovuqda shunaqa hayvonlarga yordam bergan holatda videolar tayyorlagan. Mana prevyularni ham ko'rsangiz, juda sifatli, juda tiniq hamda odamni o'ziga jalb qiladi. Mana bitta bo'rini ushlab turgan, misol uchun. Yoki itni, mana itni bolalari itni ushlab turgan, tulkini ushlab turgan, odamni tortadi. 71 daraja sovuq. Mana tutunlari chiqib turibdi, anavi sovuqni nimasi chiqadi-ku, xuddi shunaqa mana bu yoqda olov nima bo'lib turibdi. Odamni o'ziga tortadigan qilib, zo'r qilib preview qilgan. Video umuman gap yo'q videoga. Juda dahshatli, ko'rishlaring mumkin. Bu kanal 94 mingta obunachiga ega, 76 ta video bilan. Xo'p, bu kanal mana welcome to Tunis, calls, comments shunaqa deb nima qilgan. Ya'ni bu kanal tavsifini yozgan. Bu joyda mana uni tarjima qilib sizlarga ko'rsatadigan bo'lsam, bitta yangilik sifatida. Hop, bu kanal videolari hujjatli film emas deyapti. Sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida yaratilgan va butunlay hayoliy bo'lib, faqat hikoya qilish, atmosfera maqsadlarida yaratilgan. Bu videolarda ko'rsatilgan yovvoyi hayvonlar bilan o'zaro aloqalar hayoliy bo'lib, ular real hayotdagi vaziyatlarga uchun qo'llanma sifatida mo'ljallanmagan deyapti. Bu sahnalar yovvoyi hayvonlar bilan muloqot qilishga mos usullari sifatida takrorlash yoki talqin qilish kerak emas. YouTube'da misol uchun bu kanalda o'sha blogga tushirib qolmasligi, nimadirlardir qilmasligi uchun kanalini pastda bu kanal nimadan yaratilgan, nima haqida yaratilgan va qanaqa videolar tayyorlanyapti, nima maqsadda yaratilgan, hammasini tavsifida berib qo'yilgan. Misol uchun xuddi shunaqa qilib hamma kanallarimizda ishlatadigan bo'lsak ham juda foydali narsa bu hisoblanadi. Endi bu kanalda bitta yana tomoni bor. Misol uchun mana shunaqa narsa qilgan. Endi shu narsani biz bunaqa qilib turib, yana o'zimiz videoga tushib, kanal treyleri sifatida qo'yadigan bo'lsak, yanada xavfsizroq bo'ladi. Kanal 10-mart kuni ochilgan, 2024-yil, lekin yaqinda 5 oy oldin yuritish boshlangan. 36 million yo'q, 369 million, 36 million 942 ming prosmotr olgan. Hozirgi paytgacha, demak 36 million prosmotr olgan bo'lsa, deylik 36 million prosmotrga hozirgacha YouTube bunga qancha pul to'lagan? Xo'p, hozir hisob-kitob qilib ko'ramiz bitta oddiy. Misol uchun bu videolar 20 minut, 19 minut, 16 minut juda katta minutli videolar va bularning RPM kamida $3, eng ko'pi $10gacha bor. Sababi juda ko'p odam buni ko'radi va oxirigacha ko'radi. Shu hisobiga RPM juda baland bo'ladi. O'rtacha olib qaraganda $4 desak, $4dan 1 milliontasi uchun $4,000, 10 milliontasi uchun $40,000 to'laydi. Demak 30 millioni uchun $120,000 ishlagan bu kanal. Misol uchun 1 oyda, 2 oyda daromadga chiqdi desak, ketma-ket 3 oyda bu kanal o'sha $40,000 plus 40,000 ishlamagan bo'lsa ham 30,000, 40,000, 30,000, 20,000 shu atrofda ishlab kelmoqda. Mehnatiga yarasha ham o'zini daromadi katta buni. Misol uchun hozirgi paytda yana bitta kanallarga tavsiya berib ketaman. Kanal yuritayotgan odamlarga bunaqa nimalar ham qilib ketinglar.
Misol uchun har bir prevyusini, har bir nimasini bu anaqa post sifatida qo'yib ketyapti. Postni nimasini kanaliga, ya'ni videosiga yo'naltiryapti. Ko'rishlaring mumkin. Post qo'yib videoga yo'naltiryapti. Ya'ni post alohida rekomendatsiya bo'ladi va videoga post orqali ham kirishadi. Shunisi bor va shuni hisobiga ham bu katta prosmotrlar olib ketgan. Ya'ni 1100 ta layk, 15 ta kommentariy yozib tashlashgan. Ko'rishlaring mumkin. Postni o'zi alohida rekomendatsiya bo'lganini hisobiga kanali juda tez rivojlanib, juda tez daromadga chiqib ketgan. Playlistlar ham yaratib tashlagan. Playlist qilishimiz shart. Playlistga e'tibor beringlar, playlist qilinglar. Playlist bilan ko'tarilgan kanal hech qachon to'xtamaydi. Playlist degan bo'lim bor, o'shaga birinchi o'ringa chiqsa kanallarning to'xtamay prosmotr olib katta daromad qilsalardan bo'ladi. Bittagina shorts video qo'ygan ekan, 6600 ta prosmotr olgan. Xuddi shunaqa kanal do'stlar. Bu kanalda bemalol video qilsalaring bo'ladi. Do'stlar, aynan shu videomiz 5000 ta layk oladigan bo'lsa, aynan shu yo'nalish bo'yicha to'liq darslik chiqarib beraman. Lekin laykni nakrut ko'rmanglar. Shuni aytib o'tay, agar layk nakrut ko'radigan bo'lsalaring, bu inobatga olinmaydi. Agar to'liq o'zi 5000 ta bas, agar to'liq o'zi 1000 plus layk olsa, o'zi bilinadi 1000 ta layk qachon urilishi. 1000 ta to'liq o'zlaring, misol uchun layk, jonli odam layk ursa, 1000 ta yig'sa, mana shu yo'nalish bo'yicha to'liq darslik tayyorlab Telegram kanalimizga tekin hammaga tarqatib beraman. Xuddi shunaqa holatda. Endi hozir bu kanalda endi Social Blade sayti qancha to'g'ri ko'rsatmaydi, misol uchun 100% to'g'ri ko'rsatmaydi. Lekin oylik auditoriyasi qancha, shuni to'g'ri ko'rsatadi va biz oylik auditoriyadan bu kanal o'zi qancha pul ishlayapti, shuni bilib olsak bo'ladi. Misol uchun har xil saytlar bor. Pulini ko'rsatadi, nimasini ko'rsatadi, qancha ishlayotgani, u hech qachon to'g'ri ko'rsatmaydi. O'zini egasidan so'ramasangiz baribir hech qachon to'g'ri ko'rsatmaydi. Bitta joyi bor. Biz oylik auditoriyani ko'rib, qancha pul ishlayotganini o'zimiz hisob-kitob qilsak bo'ladi. Misol uchun mana kanalni chiqarib berdi. Xo'p, ko'ramiz. 74 ta video. Xo'p, ko'rishlaring mumkin, $1,500 dan $24,000 ishlayapti. Oylik auditoriyasi 6 million. Agarda eng kam RPM $1 bo'lganda ham oylik auditoriya 6 million va $6,000 ishlayapti. Agar $1 bo'lsa, lekin bu $1 emas, %100, sababi juda katta videolar va RPM yuqori bo'lgan sun'iy intellekt yo'nalishi, buni kattalar qiziqib ko'radi. Shu hisobiga kamida $2 yoki $4 gacha bo'ladi. Xo'p, $3 deylik, $3 bo'lsa ham bemalol 18,000, 15,000 plus dollar ishlayapti kanal hozirgi paytda. Endi hozirgi paytda mana ko'rishlaring mumkin, mana rekka chiqqan paytidan keyin hozirgi ozgina tushish holati bo'lgan, mana hozirga tushib qolgan. Shuna hisobiga sal-pal tushish holati bor. Mana 15 millionga chiqqan ekan. Fevral oyida 15 million prosmotrga chiqqan ekan kuniga. Hozirda mart oyida ham sekin 6 million atrofida ishlamoqda bu kanal. Do'stlar, xuddi shunaqa yo'nalishda sizlar ham agar yaxshi mehnat qilib, misol uchun YouTube'da bu yo'nalishda misol uchun ozgina daromad qilib ko'rgan, haqiqiy daromad qilsa bo'ladi deb ishongan odam agar shu yo'nalishda borsa, aniq daromadga chiqadi va stabil daromad topsa bo'ladi. Sababi, misol uchun yangilar kirib shu yo'nalishda qiladigan bo'lsa, misol uchun 2 ta, 3 ta, 4 ta, 10 ta video qiladi, o'zi zerikadi, prosmotr kam. Boshida prosmotr bu yo'nalishdan bo'lmaydi, lekin sekin asta 20 ta, 30 ta video qo'yganingizdan keyin prosmotrlar zo'r keladi. 10 ming, 20, 100, 200 millionga chiqib ketadi. Ana o'shanda siz stabil daromad qilsangiz bo'ladi. Misol uchun bu yo'nalishda bitta video qilish uchun o'zi kamida 2 soat yoki 4-5 soat vaqt ketadi. Bu yangilar uchun emas, ozgina YouTube'da tushungan, YouTube'da daromad qilsa bo'ladiganlar uchun bitta zo'r yo'nalish mana taqdim etdim. Do'stlar, bu o'sha stabil daromad qilsa bo'ladigan yo'nalish. Bir kanalda misol uchun o'chishi nimadir bo'lishi mumkin, lekin uni qaytarib olsa bo'ladi. Tiklasa bo'ladi. Sababi bu o'zingiz shaxsiy sun'iy intellekt yordamida qilgan videongiz. Endi bitta joyi bor, bitta no tarafi bor. Bu yo'nalishda bitta joyga ehtiyot bo'lish kerak. Mana videolaringizda misol uchun hayvonlar bo'ladi-ku, jarohat olganini tuzatsa bo'ladi. Qon qatnashmasligi kerak. Shu qon degan narsani videoda ishlatdingizmi,
u hamma soha, hamma yo'nalishda. U teleskop bo'ladimi? Voron shunaqa yo'nalishlar, u kattalar yo'nalishi, horror storymi, u unaqa American newsmi? Qaysi YouTube'dagi yo'nalish bo'lsa ham, agar videongizda qon qatnashsa, litsenziya olgan bo'lsa ham, videongizda qon qatnashtirsangiz, u jalba beradi YouTube. Qonli narsaga, vahshiy narsaga, zo'ravonlikka, shunaqa nima deydi, qo'rqinchli sahnalar bor videolarga jalba tashlaydi. Misol uchun shu teleskopda ham постоянный stabil daromad qilsa bo'ladi. Faqatgina bitta sharti shu qonli sahna, misol uchun vahshiy, qo'rqinchli sahnalar bo'lmasligi kerak. Shu shartini 100% qilsangiz, hech qachon kanalingiz o'chib yo moneta o'chish holati bo'lmaydi. Qaysidir kanalda o'sha aytishadi, bu yo'nalishlar xavfli, teleskop qilmanglar, biron qilmanglar, bunaqa qilmanglar, detskinisha bo'ldi qoldi, u bo'lmaydi. Bo'lmaydi-da, siz xavfli narsa qatnashtirganingizdan keyin. Hozirgi paytda shunaqa juda qattiq qarayapti xavfli narsaga, o'sha qonli sahnaga. Agar shunaqa qonli narsa qatnashtiradigan bo'lsangiz, umuman hech kim pul ishlatmaydi. Shunaqa narsaga yaxshilab e'tibor berib, nima qilish kerak? E'tibor berish kerak va e'tibor bilan kanal yuritsak, biz stabil daromad topsak bo'ladi YouTube'dan. Yana bitta narsa do'stlar, hamjamiyat tartib qoidalari bor. O'sha hamjamiyat tartib qoidalari bo'yicha YouTube app privatkamizda ham bitta zo'r darslik tayyorlayman va joylab qo'yaman. O'shani o'rganib turib, juda ko'p YouTuberlar men ko'raman, aytishadi, misol uchun YouTube yuritish kerak, YouTube'da daromad bormicha, lekin hamjamiyat tartib qoidalari degan narsani hech kim o'rgatmagan. Shuni xudo xolasa men sizlarga to'liq formatda o'rgataman. Bu eng dolzarb muammo hamjamiyat tartib qoidalari. Buni bilgan odam YouTube'da stabil daromad topadi va amal bilgan odam emas, bilib amal qilgan odam stabil daromad topadi. Agar bilib turib amal qilmasangiz ham daromad yo'q. Aynan hozirgi paytda shunaqa bo'lib qolgan. Sababi hozirgi paytda YouTube ham unaqa nimaga berib qo'ydi? Oldin odam tekshirgan, misol uchun odam bilgan, sezgan, xo'p deb o'chirmagan. Lekin hozirgi paytda sun'iy intellektga, Geminiga berib qo'ydi. Gemini shunday avtomatikda u ko'radi, bo'ldi. Shunaqami? Sirazi o'chiradi. Shunaqami? Sirazi o'chiradi. Endi biz shunaqa hamjamiyat tartib qoidalariga amal qilishni YouTube qattiqlashtirdi. Buni qilmasak iloji yo'q. Do'stlar, xuddi shu yo'nalish, maslahat beraman, bu yo'nalishda video qilib katta daromad topsalar bo'ladi. Shu yo'nalish bo'yicha Xudo xolasa o'zim ham kanal ochib boshlayman yaqinda. Shu yo'nalish bo'yicha darslikni Xudo xolasa YouTube app privatkamizda joylaymiz. Aynan bu videomiz 1000 ta layk to'plagandi. Lekin jonli bo'lsin, layk bo'lsa iloji yo'q. Agar jonli bir 2-3 mingtaga borsa, YouTube'ga ham qo'yib yuboramiz. Xudo xolasa bu yo'nalish bo'yicha darslikni. E'tiborlaringiz uchun rahmat do'stlar. YouTube'da pul ishlash darslarini davom ettiramiz. Keyingi darslarda bundan ham qiziqarli va o'sha kattalar nishasi, yoshlar nishasi va o'sha hamjamiyat tartib qoidalari bo'yicha to'liqroq, yana yaxshi, zo'r, yana yaxshiroq, foydaliroq ma'lumot berishda davom etamiz. Sizlardan faqat layk, komment kutaman. Qo'llab-quvvatlasalaring, men bundan foydali va YouTube'da polniy sirlarni ochib berishda davom etamiz. E'tiborlaring uchun rahmat.